Eng yangi vahimalik nodir ovozliq asari Sirliq qabri. Avtori O'tqashbek. Birinchi qism. Kirishsiz. Jungodagi eng sirli qabrlar tilga elinsa, ko'pchilik Chingizxonning qabrisini o'ylashi mumkin. Haqiqatanmi Chingizxon qabrisining konkret o'rni necha yuz yillik tarixiy sirlarga ega. Hozirgacha arxeologiya atirti konkret izlarni tekshirib chiqolmadi. Egilanishicha, Ontögi o'lgandan keyin Chingizxon qabrisining o'rni mangulik sir bo'lib qolgan. Bugun biz Chingizxonning qabrisini emas, balki Şinjan rayonidagi eng sirli qabrlarni tunishtiramiz. Bu qabrni oldingi 20 va 30 yillarda chet ellik ekspeditsiyachilar qazgan. Lekin o'ylamagan yerdan keyingi 60 yilda tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Bu mezgilda nurg'un ekspeditsiyachilar, arxeologlar uni izlab borgan bo'lsa-mu, lekin uning izini topolmagan. Xuddi qumliqda mangulik g'oyib bo'lgandek. Şinjandagi bu eng sirli qabri donliq Kichik Mo'ran qabristonligi. Kichik Mo'ran qabristonligi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni Boyong'ulun Mo'ng'ul avtonom oblastining Chaqiliq noyisiga joylashgan bo'lib, ko'lami 2500 kvadrat metr keladi. Rivoyat qilinishicha, bu Kichik Mo'ran qabristonligiga 1000 jasad sandiq ko'milgan. Albatta, bu bir rivoyat. Rast yolg'onligini aniq bekitgili bo'lmaydi. Lekin arxeologlar buni haqiqiy mavjud bo'lishi mumkin deyishdi. Bu Kichik Mo'ran qabristonligining sharqida donliq Kirg'uran xarobasi bor. Uning ro'shan aloydiligi, har xil shakldagi 140 necha tip to'g'roq yog'ichi qad ko'tarib turadi. Egizligi 4 metrdan oshadi. Hozirgacha arxeologiyalik tekshirish atirti 300 necha qabrini qazib chiqdi. Afsuslarniki 100 nechasi o'g'irlandi. 1943-yili Shvetsiyadan kelgan arxeolog Bigman Kichik Mo'ran qabristonligini topgandan keyin yana nihoyat mukammal saqlangan nurg'un mumiyalarni bayqagan. Lekin ximiyalik tekshirish orqali bu mumiyalarning amaliyotda endi Yevropa irqidan ekanligini bayqagan. Shu sababdan ayni chog'da arxeologiya sohasini zilzilga selib, sonsizligan ilm-fan sohasidagilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Biroq shvetsiyalik mutaxassis Bigman Kichik Mo'ran qabristonligini topgandan keyingi 60 yilda Kichik Mo'ran qabristonligi tuyuqsiz sirli holda qumliqda g'oyib bo'ldi. Keyingi 60 yilda sansizligan arxeologlar bu yerga kelib izladi. Ammo hech qanday natijaga erishamadi. Baxtga yarasha texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, 2000-yili Şinjan arxeologiya atirti yer shari sun'iy hamra o'rin belgilash asbobidan foydalanib, Lob qumliqiga kirib, oxiri sirliq yo'qolib ketganiga 60 yil bo'lgan Kichik Mo'ran qabristonligini topdi. Buning bilan tabiiyla dunyoning diqqatini tortdi. 2 yildan keyin Şinjan arxeologiya atirti Kichik Mo'ran qabristonligini rasmiy qazishga boshladi. Amaliyotda natijasi nihoyat yaxshi bo'ldi. 30 necha qabrni qazib chiqdi. Buning ichida nurg'un quruq jasadlar bayqaldi. Bulardan boshqa yana buvoqlarning qabrisimi bor. Uningdan boshqa yana nurg'un ajoyib g'aroyib madaniyat yodikorliklari bor bo'lib, buning ichida Kichik Mo'ran malikasining bayqalishi shubhisizki yana bir qitim dunyoni zilzilga solgan. Chunki Kichik Mo'ran malikasi nihoyat yaxshi saqlangan bo'lib, buningdan boshqa keyin mutaxassislar yana Kichik Mo'ran malikasining qiyofatini asliga keltirgan. Natijada uning intayin chiroyli, orlash qonliq soyib jamal ekanligini bayqagan edi. Albatta, bugungi kunda
kichik mo'ram qabristonligida yana nurg'un sirlar bizning yeshishimizni kutib turmoqda. Masalan, nima uchun yog'och to'riklar qizil rangda bo'yalgan? To'g'riq yog'och to'riklardagi sonlar zodi nimani bildirdi degandek. Yana kelib kichik mo'ram qabrisidan nurg'unlagan Xanzucha, Uyg'ur, Mo'ng'ul qatorliq davlatimizdagi asosliq millatlarning har xil buyumlarini bayqidi va davlatning qadimiy yodikorlik buyumlarini qo'g'dash o'rinlariga elib bordi. Shuning bilan ma'lum bir yili shu qabristonlikning atrofidagi kishilar va ularning mol chorvalari g'oyib bo'lib, nihoyat sirliq, ajoyib g'aroyib ishlar yuz berdi. Hukumat taraf bu ahvollarni bilgandan keyin u yerdan chekindi. Keyin Lopnur ko'lining to'xtamay yo'tkilishidan u kichik mo'ram qabrisining o'rni o'zgarib ketgan bo'lib, arxeologiya atirti shuncha izlatma topolmagan edi. Kechlik tomoqni yeb bo'lib, ishik oldiga chiqib tursam, do'stim Mardon necha kunning oldida olgan xotliq velosipedini haydagancha keldi. Bu og'inamning ismi Mardon. O'roq, egizliki men bilan teng keladigan nihoyat kelishgan bola. So'ning dardini etiz biladi degandek, uning holiga meni yetadi. Umu mening dardimga yetadi. Yana kelib, u mening bir kapsiz, qaram, qo'rqmas, urushqoq do'stimning birsi. Nada urush bo'lsa, shu yerda qo'noq ungandek unib bo'ladi. Maktabdami urushgan yerdan hargizma qolmaydi. Garchi uning ochiqi yomon bo'lsa-mu, ko'ngli nihoyat yaxshi, mehribon, kuyimchan bola edi. Adash, kech bo'lganda nega mangda? Nega mangatdim, adash? Shu bozorga ochiq tatliq olg'ilmangda. Ho'y, qaraganda bugun toza o'tirdigan o'xshaysan, a? Voy, yo'q. Mau achamning yigisi borkan to'q. Sen bizga narsa kerak akirib ba deb turib elib, beshimni o'choq qilib atdi. Bo'pti adash, bo'pti. Bugun kechicha pochtikashlik qilaman degina. Ay, seni. Demaydigan gapingga yo'q-ku sening. Bo'pti adash, tezroq bo'l. Bo'lmasa ochang seni yeb qo'ymasin beka, ha? Ma'qul adash. Amsa at ko'rishayli. Bo'ladi adash. Xo'sh amsa. Mardon velosipedini bo'randek haydab bozor tarafga qarab ketdi. Men toshning ustida o'tirdim. Endi o'zimni bir tanishtirib o'tsam. İsmim Elias. Bu yil 20 yoshga kirdim. Mardon degan og'inamni men bilan tang. Uyim go'zal yurt Xotanda. 6 oydagi oliy maktabda o'qiyman. Bu yil 2-yilga chiqdim. Boyum Mardon bilan tang tush, o'roq, kapsiz, oq ko'ngil, vafodor bola. Ish qilib, menmi bosh bolalardan emas. Elimi esimda. Boshlang'uchning 6-yillikda o'qiydigan vaqtlarim edi. Maktabdan qo'yib berdigan chaq bo'lganda, sinfimizdagi eng kapsiz Samat ismli bola bilan urushib qoldim. Kitoblarimni so'mkaga silib, hamda o'rnimdan turishimga Samat qasdan meni yiqitibdi. Men gap-so'z qilmayla u sarang bilan tang bo'lib, nemish qilaman debla o'rnimdan turib, eshik tarafga qarab maqdim. Samatmi men bilan sinfning eshigidan chiqdi. Keyin pastga tushgan vaqtda u yana bir qitim qasdan so'mkamni elib olib, o'qitish binosining yendiki gullik tashlab Gullik suv ochgan bo'lib, so'mkam suvning ustiga tushdi. O chaqda kichik bo'lg'achqimi yoki dadamning mijozini tortib qoldimmi, aytovur bilmadim. Nadin keldikin ochiqim shundoq keldi va moshtimni ching tukkunimcha Samatning qishig'i bo'randek yugurib bordim va uning o'ng yuziga bir mus soldim.
u tuyuqsiz tekkan mushtumning zarbisidan keynigili uchib tushdi. Uning atrofidagi kulayotganlarning hammasi qaynayotgan qozonga suv qo'ygandekla jimib ketishdi. Hamda ko'zlari yo'g'inib, chiroy tatirib ketgan edi. Yerda charpaqidek yotgan Samat o'rnidan chachirib turgunicha meningmi o'ng yuzimga bir mis soldi. Men uning mushtidan keyniga necha qadam dojib ketdim. Shuning bilan ikkimiz shu yerda urishib ketdik. Shuning bilan ishdan tushib uylarga mangan muallimna bizning urushqanimizni ko'rib, bizni ajratib qo'yatdi. Yana texi Samat bilan meni tillab, ondan qo'yib beradi. Sinf mas'ulimiz dadamizni maktabga chaqirtib kelib, oqshom bo'lgan ishni degan chog'da dadam hayron qolgan edi. Chunki men dadamga palampaydan tushguncha ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim degan edim. Keyin mening dadam Samatning dadasi bir-biridan kechirim so'rashgandan keyin ketadi. Kechqurun uyga borganda dadam bilan ikkimiz uyning ichida mushuk chashqan o'yin o'ynaydik. Men dadamga tutuq bermay qachatdim. Dadam bo'lsa, qo'liga nima chiqsa, menga aytib qo'g'laydi. Turib mush ishlarni o'ylab kulib solaman. Samatning uyining orliqi 2 soatlik yo'l edi. Uning bilan paranglashib, o'sha ishni o'ylab, ikkimiz kulib, tiliqib ketatdik. G'urg'ur chiqayotgan shamollar yuzimni sipab o'tib ketadi. Bir choq bo'lganda qo'shnimiz To'xtaxun aka bir tal muhurkaga o't tutashtirg'ash chiqdi. To'xtaxun aka bu yil 50 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nihoyat tetik, kuchli, teman odam edi. Hatto To'xtaxun akaning yuzlarida qo'riqmi, nihoyat oz deyarlik bo'lib, nihoyat jo'shqun, qavul kishi edi. Uning 3 o'g'li bor bo'lib, hammasi cho'ng shirkatlarda ishlaydi. Gerçi ular kelenmisi-mu, her ayda bir munch pul avatib beradi. Balam İlyas, hava yeb o'ltirgan o'xshamamsan. Oy, To'xtika, sizmi hava yedib chiqqan o'xshamamsiz? Shundoq balam, uyda o'ltirib, ichim siqilib ketdi. Shunga birdan mahalladagilar bilan paranglashib kiray deb chiqdim. Bo'pti, To'xtika. Bugun havo xeli yaxshi. To'xtikam shundoq degach kichik o'rindiqda o'ltirdi. Men dedim. Menmi beka bo'lganda mahalladagi bir qancha yoshli cho'nglarning beshidan o'tgan ishlarni anglaydim. Hamda ularni ajoyib g'aroyib sirliq ishlarni so'zlaydi. Yana texi qadimiy qabr, qadimiy shahar, qadimiy to'g'riqliq demdo ishqib men anglabmi boqmagan gaplarni deyishadi. O'tqash begimning qalamida bitgan eng yangi vahimlik asar Sirliq qabrining birinchi qismi mashiyada oyoqlashdi. Ikkinchi qism. Shundoq. Mening qadimiy qabri, qadimiy shahar, qadimiy to'g'riqqa bo'lgan qiziqishim kuchaygan bo'lib, bekorli bo'lsam, ularning hikoyasini anglaydim. Menmo ashundoq sirliq ajoyib g'aroyib ishlarga behli qiziqaman. Ham tavakkulchilik qilishga amroq. Ashundoq joylarga bir berib boqqim bor. Lekin u mumkin bo'lmaydigan ish. Oy, balam İlyas, bu yoqqa kela. Birdan paranglashayli. Ma'qul To'xtika. Men shundoq debla o'rnimdan osti turib, To'xtikamning hiniga qarab oldim. Bu yerda o'ltir. To'xtikam yenidagi qishni ko'rsatdi. Men asta o'ltirdim. To'xtika, siz qumga kirgandim degandingiz. Rost kirganmi? Shundoq, rost kirgan. To'xtikam qo'lidagi muhirkasini kuchab tortib shundoq dedi. Rost, sizlarga bir ishni deyishni unutib qoptiman. To'xtikam burun xotandagi bir qabrga kirgan ekan.
qabrning ichida quruq jasad damdi, qizil ranglik jasad sandiqi damdi, ishqilib shularni ko'ribdi. O'tganda menga so'zlab bergan edi. Yana texi ular kirgan qabra dal karorang xarobisi ekan. Qurib ketgan jasad, chirib ketgan jasad. Jasad sandiqi. Yana texi shaharga kirgan ekan. Men qiziqib To'xtakamdan so'radim. "Ey, To'xtaka, bo'lsa osh qabriga tushgan hikoyangizda so'zlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan." Qaraganda anglığın ba o'xshamamdi. Shundoq, so'zlab bering. Agar anglığın bo'lsa, so'zlab bersammi, so'zlab beray. Mana endi obdan bo'ldi. Men shundoq dedim va To'xtakamga yaqin o'ltirdim. To'xtakam o'zini ruslab olgandan keyin oz qolgan muhirkisini qattiq natchini tortib etgandan keyin hikoyasini boshladi. Bizning uy burun Taklamakan qumliqiga yaqin joyda bo'lib, har kuni atdigan sahardala yaqin do'stim Ablat bilan bir kun yetkidek suv bilan non elib, to'g'raqliqqa kirib qo'y boqatdik. Kashqurun bo'lganda Ablat bilan qo'ylarni haydab uyga qaytatdik. Lekin biz uyga berib bo'g'icha qorong'i tushib bo'ladi. Ham to'g'raqliq ichi nihoyat vahimalik bo'lib ketadi. To'g'raqliq ichidan bir nimalarning ovozlari anglanib, bizni sarosimiga soladi. Ablat bilan ikkimiz qo'rqinish ichida uylarimizga orolli kelatdik. Kunlar shu tariqada o'tadi. Lekin men 22 yoshga kirgan yili ishlar boshqacha bo'lib o'zgarib ketdi. Bir kuni kechda Ablat bilan qo'ylarni haydab ketib bordik. Ablat, men hojatga berib kelay debla to'g'raqliqqa kirib ketdi. Men uni saqlab turdim. Bir chaqda Ablatning qattiq varqirgan ovozi anglandi. To'xta! Ablat, nimish bo'ldi? Men shundaq debla Ablatning yeniga yugurib keldim. Ablat mening kelganligimni ko'rib, yondagi to'g'raqni ko'rsatdi va nihoyat bo'sh ovozda: "To'xta, qara. Ava to'g'raqning yonida bir nima turdi." O shundaq dedi. Men Ablatning gapini anglab, u ko'rsatgan to'g'raqqa sapsilib qaradim. Rost degandekla to'g'raqning yonida bir nima turadi. Bo'ldi. Otash, men berib qarab boqay. Ablat shundaq debla u to'g'raqning yoniga ketdi. U asta qadamlar bilan to'g'raqqa yaqinlashdi va qumning ustidagi qizg'ush nur chechib turadigan narsani oldi. Hamda menga qarab: "Otash, bu bir kichik qutiki." debla yenimga keldi. Rost degandek bir kichik quti edi. Qutining ustidagi qizil rang turib chaqnab turadi. Keyin biz uyga berib, o qutini faqatla ocholmadik. Tuyuqsiz qo'limni qutining ig'izi kesib etdi. Qo'limdagi qonni surtib turishimga qo'limdagi oz bir qism qon o qutining ichiga temib ketdi. Birdan turgandan keyin o quta birdilla qizil nur chechib, uyning ichini yo'rtib etdi. Ondan qizil nur paslab, quti ichildi. Qarasam, qutining ichida bir seriq rangli qog'oz turadi. Biz o qog'ozni elib qarasak, qog'ozning ustida ajoyib yozilgan ikki qo'rli xat bor bo'lib, Ablat bilan ikkimiz o xatning nima xatligini bilmagachga qarab turdik. 2 kundan keyin qo'ylarni o'zim yolg'iz beqib atatdim. Bir qora rangli mashina to'g'raqliqda paydo bo'ldi. Ablat bugun shaharga ketgan edi. Qora rangli mashina to'g'raqliqni toki qorong'i tushganga qadar aylandi. Men qo'ylarni endi hayday deb tursam, o qora rangli mashina mening yenimga kelib to'xtadi. Va mashinadan bir qora ko'zoynak taqagan biri tushdi. Yaxshimsiz. So'rab baqsam, siz aytgandan beri bir qizil rangli qutidek narsani ko'rdingizmi?
Yaxshi, yo'q ko'midim aka. Men shundoq deb u kishining usti beshiga qaytadan sap soldim. Qarasam u kishi hech bir yaxshi odamdek qilmaydi. Keyin mashinaning ichidan bir qizning ovozi anglandi. Shuhrat, qandoq bo'ldi? Ha, ko'mibdi. Bo'ldi, qaytaylik. Ma'qul. O kishi shundoq debla mashinaga chiqib ketishdi. Amisi, to'xtika, hali huquqda iningizda bormidi? Ha, yanchiqimda edi. Rost gap qilsa, men ozroq qo'rqdim. Chunki ularning turqidilla ularning yaxshi odam emasligini his qildim. Yana kelib, ularning taqi turqi odamga bir xil sirliq tuyg'u beradi. Atsi o ishlarni oblatga deysam, o hayron qoldi. Ham chiroyim o'zgarib ketdi. Odash, qaraganda ular hargizmi yaxshi odamlar emas. Ular cho'qim bu qutini izlab kelgan gap. Meningcha bu qutining ichida cho'qim bir narsa bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, ular buncha bu qutini izlab ketmaydi. Shunga sen bakrak ehtiyot qilgin odash. Shundoq odash, ular yana kelishi mumkin. Shuning bilan 2 kundan keyin yana burunqidek to'g'riqliqda qo'y beqib o'ltirdik. Eliqi qorong'lik mashina udulla oblat bilan ikkimizning yeniga kelib to'xtadi va bir qiz 2 odam tushdi. Biz ularning turqini ko'ribla bizni vahima bosdi. Eliqi qiz osta yenimizga kelib dedi. To'xti bilan oblat sizlar bo'lamsizlar? Ha, bizni izlaydigan bir ishinglar bormi? Anglasam, to'xti, sen mushu to'g'riqlikdan bir qutini tepib olibsan. Shundaqmi? Men xato anglab qopsalar, men quta puta degandek narsani ko'ribmi boqmadim. Shunga acha bu yerga xato kelib qopsiz. Shu chaqda men bek kapsiz edim. Ham bir kimdan qo'rqmaydim. Ukam, yaxshilikcha bizga qutini ber. Bo'lmasa bizdan og'rinma. Oy, qaraganda meni etib tashlaydigan o'xshamamsa. Qaraganda hurmat sharobi ichmay, jazo sharobi ichadigan o'xshaysan. Bo'pti. Seni murodingga yetkazib qo'yay. O xotin shundoq deb yenidagi 2 odamga qaradi. O 2 odam bizning yoqimizdan egiz ko'tardi. U quti nada? Tez bizga ber. Yoqamni qo'yib et. Mashumni? Yoqamni qo'yib et dedim. O meni yiroqqa etib etdi. Elimi yaxshi, qattiq tushmadi. Eliqi Hazazul xotin kelib, "Ingi kimni asta ko'tirib, Qutini menga ber. Bo'lmasa do'stingdan ayrilib qolasan." deb oblatni ko'rsatdi. Men amalsiz o qutini o Hazazulga berdim. Keyin ular qaytishdi. Shunda qilib, bir necha hafta o'tgandan keyin oblat bilan uyga ketib bordik. Shu kuni kecha oydin bo'lib, atrofni har holda ko'rgili bo'ladi. Biz bir cho'ng to'g'riqning yenidan o'tib ketib etib, bir to'p kishilarning ovozlarini anglab qoldik. Biz bunchkashda bu to'g'riqlikdagi kimdo deb ovoz chiqqan tarafga qarab mangdik va o'rnimizda turib qoldik. Ha, İlyas bola, qiynasan da baqa. Biz nimani ko'rgandimiz? Ha? Bu to'xtika, eliqi Azazul xotin emas-ku? Ha, belli, naq oshula. Ha, ondan-chi to'xtika, qandoq bo'ldi? Qara seni. Biz bir qiyri to'g'riqning orqasiga o'tib, ularning harakatiga qarab turdik. Eliqi mening yoqamdan tutib yiroqqa etib atgan diva yana 2 kishi bilan bir to'g'riqning ostini hadab ko'lavatdi. Eliqi Hazazul xotin bilan yana bir odam xotir kompyuterga qarab turishatdi. Dal shu chaqda bir mashina keldi va mashinadan 5 odam tushdi. Ularning dumbisidagi cho'ng yollarga esilgan arg'amcha, gurjak qatorliq narsalarni ko'rib, ularning kepan o'g'irsi ekanligini jazm qildik. Ularning orsidagi taqirbosh kelgan biri mashinadan 5 dona gurjakni ilib,
ularga birdan badi. O taqirbaş yeliqi Azazul xotunning yeniga keldi. Mayra, qandaq bo'ldi? Çinxaoning degini bo'yicha qo'llayapmiz. Ya'ni yarim soat qo'llasak, u qadimiy shaharning kirish eshigini topamiz. Ha, yaxshi, boshqalar ko'rib qolmasin. Bu ishimizdan boshqalar ko'rib qolsa, qat'iy bo'lmaydi. Ma'qul yangboshliq, xotirjam bo'ling. Hargizmi chatoq chiqmaydi. Asad bilan Arafat birdam dam elib Asad, Arafat, birdam aram elinglar. Sizlar noit tez suratda davomli qo'langlar. Yangboshliq u bashaylanga qarab shundoq dedi. Yangboshliq qaytib ketdi. Umid, uskunlarda masala yo'q-ku. Masala yo'q, hammasi normal ishlayotdi. Kompyuterga qarab turgan kishi shundoq dedi. 3-qism. Ular shunda qilib, to'g'raqning ostini ko'lab, bir odam potqidek yerni hosil qildi. Amsa, bir-birlab pastga tushamiz. Pastga tushganda diqqat qilinglar. Arafat oldida, Asad o'tirdi. Men Umid oxirda ma'amiz. Amsa ma'ayli. Shuning bilan Arafatning kaynida yiliqi ularning taqirbosh boshlig'i elib kelgan ikki odami mangdi. Ondan Asad ve taqirbosh boshliqning ikki odami mangdi. Ondan Mahira, Umid ve taqirboshning bir odami mangdi. Ular bir-birlab qumning ostiga kirib ketdi. Oblat bilan ikkimiz osta u to'g'raqning yeniga keldik. Odash Oblat, qanday qilamiz? Qanday qiladiq to'xtadash? Albatta bizmi kirimiz-da. Nima? Bizmi kiramdiq? Shundoq, kirimiz. Unda qilsak bo'lmaydi. Navoda saqchilar bayqab qolsa, bizni kepan o'g'risi deb tutib ketadi. Ya'ni kelib bu davlatimizning qadimiy yodikorligi, ham buni biz yuqoriga deyishimiz kerak. Davlatimizning har bir qadimiy yodikorlikni qo'g'dash har bir jungo fuqarosining majburiyati. Bir jungo o'g'lani turib, undaq ishlarni qilmayman. Şunu biz bu ahvolni saqchilarga ma'lum qilmasak bo'lmaydi. Amsa shunda qilayli. Oblat bilan ikkimiz shu hamonli kanatga berib ko'rginimizni sekretarga deydik. Sekretar bizning gaplarimizni anglagandan keyin kanat saqchisiga degandan keyin kanat saqchisi noyalik saqchixonaga ma'lum qildi. Yarim soat ichida ikki saqchi mashinasi keldi va 10 necha saqchi tushdi. Saqchi formasini yarashtirib kelgan boshliq sifat bir saqchi bizning oldimizga keldi. O boshliq sifat saqchi yonchuqidan 3 parcha suratni elib bizga ko'rsatib turib dedi. Ularning chiroyi mashinanga o'xshamdi. Oblat bilan ikkimiz o rasmni elib qaridik. Rostilla shularning rasmi edi. 3 rasmning biri bo'lsa Mayra degan Azazul xotun, yana birisi yiliqi taqirbosh, yana birisi bo'lsa Umid deganning rasmi edi. Saqchi boshlig'i ikkimizning birga qumga berishimizni so'rab turib oldi. Bizmi tezla ma'qul bo'ldik. Ha, to'xtika, siz nimondoq ta'laylik deyman. Ha, menmi o'ylab baxmagan edim. Xo'shal bo'lgansizlar? Ha, albatta xo'shal bo'ldik. Saqchi boshlig'i yuqoriga ma'lum qilgandan keyin ularni tutib chiqishni buyruq qildi. Shuning bilan saqchi boshlig'ini qo'shqanda 10 odam bo'lib qumga kirdik. Shunda qilib biz bir noyda hayvatli qilib selingan shahar darvozasining oldiga keldik. Bu shaharning sepili bakmi egiz bo'lib, hatto bakmi uzun bo'lib, odamning ko'zi yetmaydi. Sepil tomlarining har 10 metr oraliqida bir odamning bosh qismining haykali bor edi. Shahar darvozasining yerimi butunlay buzilib ketgan bo'lib, ularning qilgan ishi edi. Biz asta shahar darvozasidan kiribla, o'rnimizda qaqqan qo'ziqdek turibla qoldik. Chunki bu shaharning ichida liqqida oltin kumush, chini qocha, ko'z yipa qatorliq narsalar bor edi. Saqchi boshlig'i hech qanday narsalarga tegmaslikni deb davomliq oldiga mangdi. Keyin biz bir tor ko'chadan chiqib,
yandagi bir uyga kirib turishimizga ularning ovozlarini angladik. Qarasak, ular bir tomlari buzilib ketgan uydan chaqnab turgan bir toshni ilib chiqyotdi. Biz endi o'rnimizdan turishimizga tuyuqsiz choyonga o'xshaydigan narsalar paydo bo'ldi. Keyin ular u toshni ilibla shahar sirtiga qarab yugurdi. Ularning kaynida qolgan ikki odamni u choyonga o'xshaydigan narsa uzun putlari bilan ikki parcha qilib tashladi. O'ylamagan yerdan bizning orqamizdanmi nurg'unlagan yilondek narsalar bizni qo'g'lab kelishga boshladi. Bizmi amalsiz shahar sirtiga qarab yugurdik. Shuning bilan biz tarafdan 6 soqchi qurbon bo'ldi. Ular tarafdan ikkisi o'ldi. Hatto men bilan oblat ikkimizmi yaralandik. Qara, mana bu u yilondek narsalar tishlab olgan yer. Keyin qandoq bo'ldi to'xtika? Keyin u shahardan chiqib, ularni soqchilar tutib ketdi. Hukumat bu yerni pechatlab, har qanday odamlarning kirishini chekladi va buni Kiroran shahri dedi. Endi mo'shinchilik deb beray. Buni bir ikki kundalik so'zlab bo'lamayman. Sana oddiy qibla deb beray. Ha, ma'qul. To'xtikam tugab qolgan muhurkisini tashlab etib, so'zini boshladi. Shuning bilan bir yildan keyin Okan bilan to'g'raqning ichida to'shqan tutayotganda biz bir qabrni bayqidik. Bu qabrning ichida har xil qocha, ipak va jasad sanduqi bor edi. Okan bilan ikkimiz qabrning o'tirsig'i kelganda bir parqirab turgan narsani ko'rib, o narsaga yaqinlashdik. Kim bilsin, uning bir qo'ng'iz ekanligini. O qo'ng'izlar qo'ygan yer birdilla o't elib kuyib ketdi. Biz yomon tasti bir koridorga kirib, chiqish eg'izini izladik. Boshda kirgan yerdan chiqib ketmadinglarmi? Qo'ng'izlar yo'limizni to'sib olg'ashqa, boshqa yo'lga mengishga to'g'ri kelgan edi. Mo'shni. Biz bu qabrning ichida soq 2 haftadek turibdik. Amsa sizlar nima yedinglar? Nima yeytoq bala? Ot chöp yedik. Yılan, choyon. Ishqilib, ko'ribmi baxmagan narsalarni ko'rib, ular bilan elishib, tosli qoldik yilonning qorniga kirib ketgili. Voh, menami kirib boqim kelyotdi juma. Ma balaning gapini amdi. To'xtikam shundoq deb kulib ketdi. Soatmi 10 dan eshibdi. Endi kirib orom olayli. Bo'ladi to'xtika. Men to'xtikam bilan xo'shlashib uy kirib ketdim. Boshqalar bo'lsa, allaqachon uyquga ketgan edi. Menmo yotoq uyimga kirib, karvatga o'zimni tashlab, bayam to'xtikam etib bergan ishlarni o'ylashga boshladim va o'ylab yetib uxlab qoptaman. Night tatliq uxlavatsam, Mardonning chaqirishidan uyg'onib ketdim. Adash İlyas! Qaynisan? Adash İlyas! İlyas! Nim bo'ldi? Buncha at deganda odamni to'lab uyqusini buzib. Texich uxlavatamsan Adash? Mardon shundoq degach yinimga kirdi. Ne bo'ldi? Buncha at deganda meni izlab kelgdak. Nadiki? Men ko'zimni qisib, qattiq birni asnab shundoq dedim. Voy Adash, mush vaqtchimi uxlamsan deyman. Qara, avi ig'ildagi koli qo'ylarmi o'rnidan turib bo'g'ili ne ekan? Buncha qaqsadi kelgdak, osmon o'rilib tushmaganda. Ya eshakka mingiz chiqibdimi ya? Voy yo'q, avval bir tura, ondan deb berma. Bo'la? Ma'qul. Tez bo'la, men o'yladi saqlab turaman. Bo'ladi. Tez bo'l. Voy ma'qul begim, ma'qul. Men shundoq deb langishib o'rnimdan turib, kiyimlarimni kiyib, yuz ko'zimni yuvib o'ylaga chiqdim. Adash İlyas, boshqalar yo'qmi? Ular batg'o, sen kirganda yo'qmi-ka?
Yo'qkan, kirsam jimjit. Keyin seni chaqirdim. Bular deganda nega ketgandi endi? Ha, endi degina, nim bo'ldi? Mana bizning uyga. Sening uyingga berib nima qilamiz? Voy, to'li gap so'ramay, mang degandikin manga. Yomon to'li savol so'raydigan nima ekansan? Ha, ma'qul. Ha, mangamiz. Shuning bilan Mardonning uyiga keldik. Ha, adash, uyga kira. Hey, uyingdagilar qani? Ular qo'shnimizning uyida. Voy, amsa uy sana o'ng chiqibdi mana, ha? Ha, o'ltira adash. Mardon meni o'ltirishga taklif qildi. Adash Ilyas, birdam o'ltirib turgan. Men hozirlik kiraman. Ma'qul adash. Mardon shundoq deb chiqib ketdi. Birdamdala Mardon ikki qo'lida qora xaltani ko'targancha kirdi. Voy, adash Mardon, nima bu? Bulama, manta, pulu, kavab, go'shkirda. Bularni birasiga opirib beramsa? Yo'q, ikkimiz yeymiz. Voy manga, mushning hammasi nima? Ha? Hey, buni Gapni oz qilib olaman. men bir tal samsini elib yeyishga boshladim. Shuning bilan Mardon bilan ikkimiz qo'rsaqlarimizni obdan to'yg'azdik. Ha, Mardon, endi-ku deb berasa? Albatta deb beraman. Mardon qo'lidagi yarim samsini eg'za sag'ach shundoq dedi. Bu ishni hech kimga demagin juma adash. Ansirmagan adash. Hargizmi boshqalarga demayman. Mardon o'rnidan turib ishni chang taqidi va Adash Ilyas, menga uy kirib deb beray. O shundoq dedi. Mardonning yotoq uyiga kirdik. Qara adash, necha kunning oldida Mardon yonimda o'ltirgach shundoq deb so'zini boshladi. mahallaning oyiqidagi koni to'g'raqliq bog'i? Ha, Akamning uyiga ketib boradim degina adash. Koni to'g'raqliq deganimiz bizning mahallaning eng oyiqidagi, ya'ni Taklamakan qumliqiga tutash 1000 moddan ortiq koni to'g'raqliq bor edi. Sami bilasan adash, garchi kunduzi bo'lsa-mu, u to'g'raqliqning ichi odamga bir xil vahimalik tuyuladi. ha, shundoq adash. Shuning bilan amalsiz jur'atga kelib, o'zim bilgan naqshini o'qib mangdim. Ozroq bo'lsa-mu qo'rqinchimni besish uchun bari ovozimni qo'yib berib o'qig'ach, to'g'raqliqning ichiga kirdim. Atrofni bara-bara qorong'ulik qoplashga boshladi. Hamda to'g'raqliqning ichini bir qavat oq tumanlar qoplashga boshladi. Shuning bilan rost gapni qilsam adash Ilyas, ozroq qo'rqdim. Keyin qadamlarimni tezlashtirib mangdim. Lekin birining orqamdan men bilan tang agishib kelayotganligini sezdim va o'rnimdan to'xtabla orqamga qarasam, hech narsa yo'q turadi. O'tqash begim qalamida bitgan vahimalik nodir ovozliq asari Sirli qabrining 3-qismi mushiyada oyoqlashdi. Davomini anglamoqchi bo'lsangiz,